Hozir darsda o'tiribmiz-da, Sevinch bitta narsani aytib beryaptilar, sizlarga hozir eshitasizlar. Bu narsa men eshitib o'sha shok bo'lganman. To'g'risi, bu narsani men o'zim ham xayolimga ham kelmagandi. Sevinch, kursga yozilishingizga nima sabab bo'lgan? Menga qiziqlik. Assalomu alaykum hammaga, Oziq opani obunachilari. Kursga yozilishimga birinchi sabab shu o'quvchilari Zuhra tomonidan bo'lgan. Juda ham ishlari idealni, xuddi realga o'xshab chiqardi. Men u Zuhra bilan o'zi Oziq video qo'yganlarida ko'rardim. Zuhrani ko'rgansiz o'quvchilarimizni? Zuhrani, Dilbar o'quvchingizni, Nasiba o'quvchilaringizni ko'rganman. Ko'rganim uchun men tanib, imtihonda bitta guruhga tushib qolganmiz o'quvchilar. Keyin chizma tasvir bo'lgandan keyin Zuhradan men so'raganman, Oziq opani kurslarida o'qiganmisiz deganman. Ular qanday javob berganlar? Siz kuzatasizmi deganlar. Keyin ha kuzataman deganman. Keyin ular shunaqangi chiroyli chizadilar, rasmlari ham mana hozir ilinib turibdi. Kursga bo'ladi. Zuhra o'quvchimiz Kamolda Beyosatga birinchi yil o'zida grantga kirganlar va bu ijodiy imtihonda Sevinch o'zlari bo'lganlar. Ha, ijodiy imtihon. Juda ham vaqtidan oldin bo'lgan hamma narsani, chizma tasvirni ham, keyin mana shu kolleksiyani ham vaqtidan oldin bo'lganlar. Men hayron qolganman. Keyin Oziq opa shunaqa chiroyli, zo'r o'rgatar ekanlar deb yanada qiziqishim ortgan. O'zi juda ham qiziqardim shu sohaga. Keyin Zuhra tufayli yanada qiziqishim ortgan. U paytli tayyorlanmagan bo'lgansiz, to'g'rimi? Yo'q, u paytda tayyorlanmagandim. Eng qizig'i biletni o'zim tortganman. Agar Zuhrani ham esida bo'lsalar, Zuhra ko'rmasangiz bo'lmaydi bu videolarni. Hech narsani bilmayman, lekin o'zim turib tortganman. Juda ham oson, difuz, bayramona uslubi tushgan, lekin men bilmaganligim uchun juda ham qiyin bo'lgan. Zuhra shunaqangi chiroyli, idealniy qilib chizib berganlar. Hattoki o'sha nima deydi, hali odamlik qilib, kishilik qilib rasmga ham olib ketganlar Zuhraning ishlari. Qoyil. O'sha momentda chizilganini ko'zingiz bilan ko'rgansiz o'quvchimizdan. O'zim bilan ko'rganman, juda ham chiroyli chiqqan. Xuddi haqiqiyda mana shu kolleksiyalarga o'xshab yurib kelayotgandek tuyulardi. Biz ham mehr bilan chizardilar, o'zlarida sezilardi harakat. Keyin menimcha bular xudo xohlasa katta bo'lib ketadilar. Juda ham chiroyli chizar ekanlar. Zuhraga birinchi havasim ketgan, keyin uydagilarimga qaysarlik qilib mana shu kursga yozilib, eng qizig'i Zuhra imtihonda bizga ham yordamlashganlar. Mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb sekin-sekin yordamlashganlar. Zuhra вообще молодец. O'zlari biletni bilsanglar ham sizga yordam berib shunaqa bo'lgan. Lekin siz tayyorlamaganingiz uchun kirolmagansiz. Hozirda bizani kursimizga kelib, realniy natijada o'zingiz ishtirok etisizda, o'quvchimizlarni shunaqa Zuhra sababchi bo'lib qolganlar. Siz sababli mana kursga kelib, bular ham xudo xolasa Zuhra yo'llarini bersin. Sizga ham grantlarga kirganing birinchi yil. Zuhrani ham omadlarini bersin. Ilohim o'ylagan niyatlariga erishib yursinlar. Sababchi bo'lib qolganlarni juda ham xursandman. Chunki men juda ham havas qilardim shunaqa insonlarga. Xuddi realniy chiqadi chizmalari. Bu yerda hammaligi realniy chiqqan. Qanaqadir Zuhrani chizmalari diqqatimni ko'proq tortgan. Ha, o'zi ham rosa ham mehr berib chizadilar. Fantaziya ham kuchli, mana o'zlarida ham sekin-sekin rivojlantiryapmiz. Omad sizga ham. Rahmat kattakon. Mana shunaqa gaplar imtihonda prosta ko'rib, o'zlari havas qilib, mana endi kursda o'zlari tayyorlanyaptilar. Hammaga omad.